Samandar Hamroqulov hayitda xo'roz qand sotgani va $48 qo'shig'i ortidan mashhur bo'lgani haqida so'zlab berdi. Nihol mukofoti sohibi, Sevgi fazosi, taronasi va muhabbat sinovlari filmi orqali mashhurlikka erishgan aktyor Samandar Hamroqulov o'zining hayot yo'li, sabri va mehnati bilan to'la yillari haqida so'zlab berdi. 1978-yilda Namangan shahrida tug'ilganman. Ota-onam aslida popdan bo'lishsa-da, teatrda ishlagani sabab Namanganga ko'chib kelishgan. Aktyorlarga uy berilgunga qadar teatrning grimxonasida yashashgan. Shu bois akam har doim konsertlarini Namangandagi Alisher Navoiy nomidagi teatrda o'tkazadi. Onam esa ona tili va adabiyot fanidan oliy toifali o'qituvchi bo'lib nafaqaga chiqqan. Adabiyotga bo'lgan mehrim ham onamdan o'tgan. 5-sinfda Alisher Navoiyning Hamsasini to'liq o'qib chiqqanman. Onam o'g'lim boy bo'lishni istasang katta boylik aqliy mehnat bilan topiladi deb aytganlar. Shu so'zlar qulog'imda yangrab, men ham Toshkentdagi oliygohda o'qishni niyat qilganman, deydi aktyor. 1996-yilda Toshkent davlat san'at institutiga o'qishga kirdim. O'sha yillar juda mashaqqatli edi. Hayit namozi kunlari yotoqxona orqasida yashaydigan bir yigit xo'roz qand sotasizlarmi deb so'radi. Pul topish ilinjida rozilik bildirdik. Mana sizlarga konfet 3 so'mdan sotasizmi, 6 so'mdan sotasizmi, menga 3 so'mdan kassa qilasizlar dedi. Sovuq qish kuni Rakat masjidi oldida xo'roz qand sotdik. Suyak-suyagimdan sovuq o'tib qattiq shamolladim. Hali hanuz o'sha shamollashning asorati bor. Sal shamollasam anginam shishadi. Talabalik paytlarimdagi eng qiyin damlardan biri shu kun bo'lsa kerak. Topgan foydani yo sog'liqqa, yo ro'zg'orga ishlatishimga to'g'ri keldi. Talabachilik bo'lgani uchun ro'zg'orga ishlatganman, deya eslaydi Samandar. Samandar Hamroqulov shaxsiy hayotida 16 yillik sinov bilan sinalganini yashirmaydi. 16 yil farzand kutdik. Shu yillar davomida qancha shifokorga bordik, dori ichdik, doktorga qatnayverib Turkiya ham boshqa joy ham qolmadi. Oxiri o'zimga ham, ayolimga ham achinib ketdim, chunki ichimiz dori ichaverib dorixona bo'lib ketgan edi, lekin natija bo'lmadi. Har bir shifokor boshqacha tashxis qo'yardi. Bir doktorning qo'ygan tashxisini boshqa doktorga olib borsak, u nimaga sizlarga bu dorini buyurdi, bu mumkin emas umuman, deya kimga ishonishni bilmay qoldik. Nega desangiz, unisi ham doktor, bunisi ham doktor. Ochiq aytish kerak, haqiqatdan mo'maygina daromad olish uchun xohlagan dorilarni yozib beradiganlar ham bir vaqtlar ko'payib ketgan edi. Hozirku anchasini dumini tugishdi, deya eslaydi Samandar Hamroqulov. Samandar Hamroqulov Sevgi fazosi qo'shig'ining yaralish tarixi haqida eslab o'tdi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, bu qo'shiq unga 2002-yilda Yil yangi yili, 2004-yilda esa Yil qo'shiqchisi unvonlarini olib kelgan. Ammo qo'shiqning yo'li oson bo'lmagan. Sevgi fazosi degan ifoda adabiyotda mavjud emasligi sababli badiiy kengashda o'tishi qiyin kechgan. Faqatgina bu so'z majoziy ma'noda ishlatilganini isbotlab bergach, kengash qo'shiqni tasdiqlagan, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.